Assalomu alaykum, hurmatli Teplitsa olami agrolimon gruppamiz aziz ishtirokchilari, limon, sitrus ekinlari ishqibozlari barchalarga ushbu noyabr oyini yana bir tongi qutli muborakli, fayzli, barakotli bo'lsin. 2020-yilda limon hosillarini terish jarayoni, saqlash jarayonlari, ularga beriladigan obreskalar, kuzgi obreskalar hamda limonda shifobaxshlik xususiyatlari haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Mana hozir biz Andijon viloyati Baliqchi tumanida do'stimiz tarafidan bundan 6 yil oldin ekilgan limon zorda turibmiz. Bu limonxonalarda bunchalik holatga keldirish bo'lib ham limon bo'yicha, sitrus bo'yicha bilimga ega bo'lmagan bu qishloq aholisi sharoitida shu holatga keltirishlik juda katta mehnat, mashaqqat va tinimsiz e'tiborni talab qiladi. Bulardan kelib chiqib mana hozir biz shu noyabr oyini 10 kunligida limon hosillarini terish jarayonidamiz. Mana limonlarni terish bo'yicha ozroq saqlama uchun terish bo'yicha ozroq ko'rsatmalar berib o'tamiz. Mana limonlarda xayrulloh kesaman. Limonlarda mana tubidan olish holatlari qanday bo'ladi? Mana limonni shu 5 mm qo'yib qirqib olamiz mana. 5 mm qirqib olib, omonat korobkalarga qo'yib, buni joyiga yetib borguncha buni asha limon saqlaydigan omborxonalarimizga olib borib olguncha shu holatda omonat olib borib olamiz. Keyin buni sizlarga bundan keyingi holatlarni ham yana tushuntirib o'tamiz. Buni borgandan keyin 10 litr suvga 1 osh qoshiqda suyuq sovun eritmasdan qo'shib yuvib turib chiroyli qilib. Keyin buni 4 kun gazini chiqaramiz buni. 4 kun gazini chiqarganimizdan keyin bu bir qator asha saqlanadigan ombor sharoitida bir terlab quriydi. Terlab qurigandan keyin ikkita damni bitta salofanga qilib upakovkalab chiqamiz. Keyin 6 kiloli yashiklarga 2 qavat qilib terib qo'yamiz. Shu holatda harorati +12 darajadan oshmagan holatda bahorga chiqadi. O'sha fevralda oxiri martda boshlariga borganda haroratni 2 gradusga pasaytirib qo'yamiz. +10 darajaga olib tushib qo'yamiz. Shu holatda 6-7 oy saqlashimiz mumkin. Sovuqxona kameralarsiz. Kameraga qo'ymaslikdan bitta maqsadimiz, kameralar qo'yadigan bo'lsak, bu tashqi bozorga, eksportga noloyiq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz bularni podvallarimizda, yerto'lalarimizda hamda quyosh nuri tushmaydigan, harorati mo'tadil bo'lib 10-12 daraja turib beradigan xonalarda saqlashimiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Bunda biz bu mahsulotlarimizni eksportga, ya'ni qo'shni davlat, chet davlatlarga sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi hozir sizlarga bu video darsligimizni megabayt ko'payib ketmasligi maqsadida ozroq qilib tushuntirib beramiz. Mana hozir limon mahsulotlarini hosillarni yig'ishtirib olganimizdan keyin mana ona novdalarda uchidagi rassom kurt, ya'ni xudojnik tushgan qismlarni olib tashlaymiz mana. Ularni mana olib tashlaymiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi mana. O'zi asli bu oxirgi 3-oktyabrda, sentyabrda 3-10 kunligida tarkibida aboneksin bo'lgan preparatlar berilmaganligi hisobiga shunaqa xudojnik rassom kurt tushib ketgan. Mana shunaqa holatda, shu holatda buni endi qishga kirgizib olamiz. Shu bilan limonimiz bahordagi 1-2 gulni gullashga tayyor bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Qolgangi ma'lumotlarni yuvish jarayonini, saqlash jarayonini, upakovka qilish jarayonlarini, salafanlash jarayonlarini hamda limonda shifobaxshlik xususiyatlari haqida ma'lumotlarni keyingi roliklarimiz yana ko'rsatamiz. Biz bilan birga bo'ling. Teplitsa olami agrolimon gruppa bosh administratori Muhammad Yusuf bo'ldi sizlar bilan. E'tiborlar uchun rahmat.